Yamaha RR 6 yoshdan 14 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan mototsiklimizni sizlar bilan birga tayyorlaymiz. Mototsikl ichidan bir qancha jihozlari chiqib keladi. Mototsikl aytib o'tganimizdek 6 yoshdan 14 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan. Ballonlari rezinaviy ballon bo'ladi. Ikki ballonda ham motor joylashgan, shuning uchun ikkita ballon ham tortadi. Mototsiklda 24 voltli katta akkumulyator joylashgan. Bundan tashqari qo'shimcha tirgovchi ballonlari ham bor. To'liq quvvat bilan mototsikl tinmasa 1 soatdan ko'p yuradi, 1,5 soat atrofida. Dam olib yursa, yarim kun atrofida xizmat qilishi mumkin. Sidinyalar yumshoq eko kojali, old, orqa chiroqlari ham yonib turadi. Rullarda demak tormozlari ham bor. 10-12 tezlikgacha tezlasha oladi. Kalit orqali o'chirib yoqilinadi. Bundan tashqari oldiga orqaga yuradigan knopkalari ham bor. Pult orqali boshqarilmaydi, faqat qo'lda gaz joylashgan, qo'ldan turib boshqariladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib ketinglar. Bizani haydovchi bolajon Telegram kanali orqali kuzatsanglar ham bo'ladi. Koreya, Rossiyadan turibamiz, zakaz bersanglar, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bizlarning telefon raqamlarimiz 99lik kodi bilan 877 qilyapti. Mashinalar narxi bilan haydovchi bolajon Telegram kanalida tanishing. Forward.